Mana Merakida shu Kanatga dor yo'lidan tushdik. Endi yo'nalish hozir bu tomonga. Mana suv ombori. Ko'rdingizmi? Merakini. Mana Merak. Buni 2025-yil Kanatga shu dor yo'li qurildi. Shundan beri kelishga juda ishqiboz edim. Qarang, dehqon odam haqlimi, haqli emasmi dam olishga? Demak, meni ham dam olishga haqqim bor. Hozir ko'rib turibsiz, mana shunday sayohatni o'zimizda Ishtixon tumanida suv omborlarida borib ko'rganimda bir mana shunday qayiqlarda havas qilgan edim, motorli qayiqlarda havas qilgan edim. Hozir bu yerda ana shu narsalar yo'lga qo'yilgan. Ana ko'rdingizmi? Ana Merakka